qilishimiz üzüklenmeye baktı. Ama ben sualını evet geldi. Diğerler ben suallar gelse bana dime bu sual diye. Rahmeydan'dan sonra ben bu sualdan ayrılıp yaş göbeği verdi. Şu an ben bir şey okuyalım baktım bu sualda. Şu an okuyup vereyim. Depto sual depto. Şark Türkistan Yaşlar Kurultayı nima uchun Uyg'urlar uchun o'z yo'lida xilin ish qilayotgan Uyg'urlar ichida muayyan darajada o'rin olgan kishilarning hayotiga pozitiv tarafdan ta'sir ko'rsatgan kishilarni, masalan, Quzatni, Quzat Xitoy, Abduvali Davshan, Erkin Sidiqni, Erkin Go'mpay yoki Tangsim deb haqorat qilish ne zaruriyati bor. Eğer tanqid qilish lazım bo'lsa, nima uchun ularning qilayotgan ishiga emas, shaxsiga hujum qilish asosi qilishlari. Sizlarning bu ishinglar keyingilarda Uyg'urlar ichida xeyli darajada bo'linishni keltirib chiqadi. Mas'uliyatni ustunlarga olamizlar debdi. Qani bu ishlarga bir javob bering. Biz göçmenler toplantı. Kanada'nın olanda ayvağı şeydi. Yani rahmet abay yolu kevatlandık, Afrika'dan kevatlandık degende suallar gelir. Ben hazır okunsam mı, rahmetten de sorsam oldu dikendim. Okunsam oldu diken. Aşk edilmişimiz bizgi $5 veriptim ki. Yani bu sual önemlilikten bizden Uygurlardaki, Yakşar Türkistanlıklardaki siyaset tıpkı doğulan düşüncemizden kaçılıklarını gösteriyor. Mesela Kuzat Xitay'ı yaptı dedi, ben Kuzat Xitay'ı demeyeyim, ben Kuzat Şavuflu diyeyim yani. Neden bu kadar sordu yani. Ondan da ben ne üçün Şavuflu diyeyim. Yardımcısı siyasette kanlar vakti neden koyuldu. Siyasi lakam bile ictimai lakam birbirine okşamaydı. İctimai lakam, şu ictimai münasebetki lakam, bir oturuşlarda, köpünce bizim Uygurlarda bizim eğitini neydi, yani cismani cihetini yaptığımız, görünüş cihetini. Bu ictimai lakam, kendi kendisi. Ama siyasi lakam undanmaydı. Siyasi lakamın məqsədi şu, her kanda dönemin siyaside lakam koyuş buldu. Siyasi lakamın fərqi, bir adamın siyasi cihetten ötüzgen hataları, yani şu cemiyetke ya da millete verilen ziyanını, siyasi cihetten ötüzgen şu hatalarını bir lakam bilen de tutuldu. Şu lakam atanlığa vaxtıda halkının eside aşı vaka eksiydi. Mesela Şavfur işimden sebebi millette. Öyle bunlar. Amerika'daki Uygurlar, Virginia'daki Uygurlar asasında bir adamda bu bizim vekilimizle bir teşkilatın başına, bizde Uygurların vekili bu şu hep sayılaydı ve bu sayılanan Amerika'daki Uygurların vekili sayılanan adam sayılanıp 2 gündeki Fuşişo'da bir Xitay'dan kolunu tutup ikramını çıkıyordu. Bu Fuşişo benim ustazım. Ben bunun terlimanımı etmedim. Yani oyladım ama Kanada'da birisini sayılanlar teşkilatından bir şeyler, o çıkıp bir yer bir Xitay'la eklem çıkıp, ertesi bu Xitay benim ustazım, ben bu şurada terlim edip, bana ben bu yolda digini, bu yerde sayılanan kıyırdaşlar için bir hakaret o. Yani Amerika'daki Uygurlar, biz seni bir Xitay'da o şagird dep sayılmadık, seni Uygur'un vekili dep sayılmadık deyiş gerek. Şunun için bu emniyette başka milletlerde olsa bu iddiayı çok hakaret bir skandal bu. Amerika'daki Uygurlar sayılan adam, Amerika Uygurlarının vekili olup sayılan reisinin bir Xitay'da şagird kiriş hakkı yok. Ve bu kirgen, şu bir Xitay'da ben bana yol göstersem, muşunun yolunu bana benim ustazım da çıkardım için, ben bu siyasi skandalını, bununki ibret, yani bununki işgal da devletki Uygurlar sayılan reis, bir Xitay'da ustazından Uygurlarla alıp başına kiriş hakkı yok. Bunda bulmazsa gerek. Şunun için ben bu skandalını tarihin bir bildiği mıhlaş için Şavfu yani Mavfu diye Xitay'ın şahadeti Şavfu der. Bu siyasi skandal var. Ne parmaktan ameliyat.
Şafo degan kichik fo degan gap yani fo Xitoyning kichik chagit yani. Bu bir. Onun ikkinchisi Davshanbali debdi. Yani manatçı bir millatda ziyolilar, bir millatning vijdoni. Ziyolilar oydinlar, oldin o'ylanganlar. Bular millatni yetaklaydiganlar. Shuning uchun ziyolilarning roli u qadar muhimki, bir millatni butunlay qorong'ulik besib ketgan vaqtida, qorong'ulikning ichida qolgan vaqtida, shu yuragida elib davqunning hikoyasi bor. Yuragini elib chiroq qilib yondirdi va xalqni yetaklab o'rmonlikdan chiqishtirgan bir hikoya var insanlar bo'lsa, Ruslarning bir yozuvchisi yozgan. Shuni ziyolining roli shu. O'limning roli shu. Ziyoli o'limga o'xshash asli burungi ma'noda xalqni qorong'ulik davridan chiqishtirgan odam. Ama bizim ziyolilarimiz shundaki, ya'ni bizning do'stim Validay bo'lgancha masjidning ichidagimiz do'stim Validay bo'lsa, yani do'stim Vali ziyoli bo'lgancha onun bir mas'uliyat var. Xalqqa yetkazish, ya'ni akademik axloq bilan akademik o'lcham bilan narsa yetkazish kerak. Eng muhimi ziyoli deganning o'ziga qarshi fikr tushgan vaqtida mayli qalamda, mayli ekranda bu fikrga qarshi fikri munozara qilish majburiyati bor. Sizlar ko'rdinglarmi, Kanadadan bir professorning bir narsani yozib qo'yib, boshqalar uni tanqid qilsa, uni javob bermaydigan yoki biz kelar bir akademik universitetda bir deyli Toronto universitetida bir munozara qilamiz kelargisi kamdan kech ketgan professorni ko'rdinglarmi? Ya'ni ziyoli degan o'zining maydoniga tushgan tanqidga javob qaytara olish kerak, xatoyini tuzatilishi kerak. Ammo bizning do'stim Vali bir narsani otidi, ya'ni yolg'on Mahmud Qashqariyning qalamlarida o'zgarganlarini ko'rsatdim men akademik frontda, akademik qo'ymachilikda. Bir narsani otidi, uning keyin bunga qarshi fikr chiqqan vaqtida xalqni kishtirib qo'yib o'zi hech ketadi. Undan bo'lmaydi, ziyoli degan xalqni oldida chiqadi, xalqni yetaklab boradi. Kelgan o bir ziyoliga tegmay xalqqa tegsa, u ziyoli saqda. Her qanday millatda kelgan o'qni to'saydigan ziyoli. Ziyoli meclisini kerib xalqni qo'llash kerak. Ammo bizning do'stim Vali bir narsa xalqqa o'q atganda o'zi chiqib oldi, o'q kelganda xalqni chiqarib qo'yib qochdi. Shuni anodagi bugunligini aytish yo'q, aytishligini o'rgan yo'q. Masalan, bir nimada Turkiyaga men 6 oy Xitoyning o'qish kunida chiqdim, 6 oy Xitoyning konsulluğu ayda bir o'zlarini ma'lum tutdim. Bu jarayonda Uyg'urlarning tashkilotlarining derneklarning yotiqida turdim. Keyin meni hamisi ishbiyon deb gumonlandi, mendan nimishli gumonlandi deb yozmalar bor. Ondan keyin qo'mida konsulluqlardan nimishli gumonlandi sizlar debchi. Biz buni savol so'rgan vaqtimizda 180 gradus tayyorgarlikni qildik. Qo'yarsangiz yana 180 gradus qaytib keldi. Shuning uchun mening bu odamniki, ya'ni men masjidda bir odamni hayridan emas, bu asosiy narsa bir ziyoliligi o'lchab bu odamda yo'q. Başkalarına attığı vaxtida özü atıdı, başkalarının onun cevap gelgen vaxtida xalqni oldida iştirdi. Shuning uchun men bu odamni Davshanbali deb atishimning sababi bu. Ya'ni har bir odamga qo'yilayotgan laqab hech qachon ijtimoiy laqab qo'ymadim. Bir odamni kamsitilgan yoki ijtimoiy ko'rinishni kamsitilgan. Mening qo'yayotganim siyosatga bir odamning siyosiy nuqtada o'tkazgan xatoligini mixlab turib, aşı tarixning eqishida aşı siyosiy skandalni, ya'ni shu voqeani xalqning esida tutish